Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Imzo Akfa kanalidan Abdulatif. Bizning navbatdagi obyektimiz Shamshko'lda. Bizning mijozimiz ijtimoiy tarmoq YouTube orqali zakaz qilib berganlar, o'zlari safardalar. Xo'p, bu xonadonimizni qilib berganimizga 1 yil bo'lib qoldi. Ko'cha tashqi tomoni, ikkita forchkasini ham bor. Xo'p, xonadonimizda etap-etap qurilish ishlari ketmoqda. Tashqi tomonlarni o'sha tevalarni tunkafon qilib qo'yishibdi. Obyektimizga kirganimiz juda ham kompaktni, mana qangi bir etajli bo'lib, P holatda uy tushgan. Eshik romlarimiz mana qangi arkali bo'lgan. Mana qurilish ishlari ketmoqda. Hop, xonadonimizga ishlatgan materiallarimiz, romlarimiz plastik profildan, eshiklarimizni chempion modeldan. Oynalar 2 qavatli, oq oyna, ichiga 1.8 li eshiklarimizni shatlanka qo'yib berganmiz. Razmerlarimizni tushuntirib o'taman. Ozgina nostandart razmerlarimiz bor. Eshiklarimiz razmeri eniga 107 ga 225 balandlikda bo'lgan. Eni ozgina kattaroq, paltarashga qilgani kichkina bo'lib qoladi. Bir qanotli qilganimizda ichiga 1.8 li shatlanka qo'yib, ozgina ko'zlarimizni sal kichraytirganmiz. Mana shatlankalar bilan uzun rangida. Hop, romlarimiz 1.25 ga 1.68 balandlikda rom tushgan. 2 ga bo'linib, bitta o'ng, bitta chap ochilish qilib, shuni holatda qilib berganmiz. Tashqari tomoni mana rangli kusantrazit o'zini vodoseliflar bilan birgalikda. Romlarimizdan barchasi bir xil razmerda tushgan. Joydan kelib chiqib, o'ng chap ochilish qilganmiz. Razmerlarimiz bir xil, eshiklarimiz ham 107 ga 225. Ichkari chapga ochiladi, uchkalari qora, shatlankali holatida. Romlarimizdan barchasi o'ng chap ochilish qilib berganmiz. Obyektimizga necha pul ketgan, kvadrati necha puldan tushgan, shu haqida ma'lumot ham berib o'tganmiz. Hop, romlarimiz mana. Bu tomonimizda ham o'sha barcha eshik romlarimiz bir xil holatda. Eshigimizni tashqari tomon ko'rinishi mana. Lepsantrazit rangi, oynali 2 qavatli oyna. Arkali holatda bo'lgan, bir tomon ochilish qilib berganmiz. Bitta o'ng, bitta chap qilib. Eshiklarimiz barchasi. Chempion eshigimizning tashqari tomon ko'rinishi juda ham chiroyli chempion eshigimiz. Mana qangi aval simon bo'ladi. Ramkalari, qolaversa mana qangi arka joylari ham sifat juda ham zo'r kelgan. Eshigimiz ochilib yopilishi juda ham zo'r holatda. Eshigimiz o'sha bir kamera bo'ladi, sifatli ruchka mexanizmlar. Eshigimiz razmeri kichkina bo'lishiga qaramasdan, italyanskiy oshoq-moshoqlar qo'yib berganmiz 3 tadan. Mana ichkari tomondan. Hop, romlarimizni mana qangi padakonnilar bilan birgalikda qo'yganmiz. O'zini standart padakonnilar bilan. Pena mana qangi quloqlar chiqadi. O'rnatishda ham pena hamda plankalar bilan fonini mana xotiramiz. Romlarimiz plastik 6000 seri 3 kamera bo'ladi. Issiq-sovuq juda ham yaxshi ishlaydi. 6000 trio profil, buni quvvatli emas, sifatli ruchka mexanizmlar. Mana 2 xil pozitsiyada ochiladi. Ham oddiy, ham forchka bo'lib. Xo'p, bu obyektimizni 1 kvadrati $156 tushgan. Chempion eshik rom plastikdan bo'lgan. Arkali holatida padakonnilar bilan birgalikda. Kimda yana shunaqangi joylar bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilinglar. Ishini sifatli qilib bitkazib beramiz. 5 yil garantiyasi bor. Servis xizmatlari ham o'zining ichida.